Diqqat, aholiga ajoyib xushxabar. Bundan buyon barcha o'zbekistonliklar pensiya olishlari mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videorolikdan to'liqroq xabardor bo'lish uchun video ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Like bosgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin. Diqqat qiling. Rasmiy ravishda hech qanday joyda ishlamasangiz ham siz haliyam pensiya olish huquqiga egasiz. Sizga kerak bo'lgan yagona narsa yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish. Bu esa bepul. Har yili ijtimoiy soliq to'lash, har yili 375 ming so'm miqdorida ijtimoiy soliq to'lashingiz kerak. Bu to'lov har bir ish yili uchun amalga oshirilish kerak va har bir to'lov uchun sizga 1 yillik xizmat staji yoziladi. Agar siz, ya'ni erkaklar 60 yoshga yoki ayollar 55 yoshga yetib kamida 7 yillik ish staji topsangiz, siz pensiya olish huquqiga ega bo'lasiz. Pensiyaning minimal miqdori oyiga 648 ming so'm. Ushbu xushxabarni barcha pensiya yoshiga yetib qolgan yaqinlaringizga yuborib eslatib qo'yishlikni unutmang. Hurmatli tomoshabin, kanalimiz rivoji uchun ushbu videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.